Isroil AQShga bo'ysunmaydi. Itamar Ben-Gvir. Navoiyda savdo do'konlari va omborxonada yong'in chiqdi. Putin va Lukashenko karikaturalarni chizgan rossiyalik rassom Polshada otib ketildi. Bu yerda xo'jayin menman. Tramp G7 sammitiga kechikib bordi. Isroil AQShga bo'ysunmaydi. Itamar Ben-Gvir. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga post joylab, Isroil AQShga bo'ysunmasligini, mamlakat mustaqil va suveren davlat ekanini aytdi. Bu haqda Haqqinaz xabar berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Isroil xavfsizligiga zarar yetkazgan holda xalqaro bosimga taslim bo'lgan har safar buning badalini qon bilan to'lagan. Biz AQShni yaxshi ko'rishimizni va prezident Trampdan minnatdor ekanligimizni alohida ta'kidlaymiz. Shunga qaramay, Isroil siyosiy va iqtisodiy jihatdan zaif, mustaqil qaror qabul qila olmaydigan davlat emas, deb yozdi vazir. Itamar Ben-Gvir Eron va AQSh o'rtasidan imzolanishi kutilayotgan bitim Isroil xavfsizligini kafolatlamasligini aytdi. U o'z pozitsiyasini aniq ekanini va Isroil bu kelishuvning ishtirokchisi emasligini bildirdi. Shu sababli hujjat mamlakat zimmasiga hech qanday majburiyat yuklamaydi. Vazirning ta'kidlashicha, Isroil Hizbulloh guruhini to'liq yo'q qilishdan kamiga rozi bo'lmasligi kerak. Shuningdek, isroillik harbiylar egallagan va terrorchilik infratuzilmasidan tozalangan biror bir hududdan chiqib ketmasligi shart. Biz aniq bayon qilishimiz kerak. Livandan Isroil tomon uchirilgan har bir dron, raketa Isroilning Dahiyaga qarshi javob zarbasiga sabab bo'ladi, deya qo'shimcha qildi vazir. Ayni vaqtda AQSh va Eron tinchlik bitimini imzolashga kelishib olganini aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti J.D. Vance esa Jenevada bo'lib o'tadigan bitimni imzolash marosimida ishtirok etishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuvda Trampning o'zi ham qatnashishi mumkin. Navoiyda savdo do'konlari va omborxonada yong'in chiqdi. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida oziq-ovqat va qurilish mollari savdo do'konlari hamda omborxonada yong'in chiqdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. 16-iyun kuni soat 18:35 da Mustaqillik MFY Amir Temur ko'chasida joylashgan El Baraka ul Haq MChJ hamda Lider Bazar YTTga tegishli bo'lgan oziq-ovqat va qurilish mollari savdo do'konlari hamda omborxonasi yonayotgani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, voqea joyiga Uchquduq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda NKMK AJ hamda Navoiy Uran DK OFVB dan jami 6 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Qutqaruv bo'linmalari hodisa joyiga 18:38 ga yetib borib, soat 19:06 da yong'in qurshab olingan va soat 20:05 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida savdo va qurilish mollari do'konlarining taxminan 300 kvadrat metr maydoni yonib zararlangan. Savdo do'konlarining 2000 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Tan jarohat olgan fuqarolar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Putin va Lukashenko karikaturalarni chizgan rossiyalik rassom Polshada otib ketildi. Rossiyalik rassom va aksionist Semyon Skripetskiy Polshaning Biala Podlaska shahrida otib ketildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Skripetskiyning do'sti Astra nashriga rassomning Polshada o'ldirilganini tasdiqlagan. Politsiya marhumning shaxsini rasman oshkor qilmagan, biroq qurbon 44 yoshli Rossiya fuqarosi ekanini ma'lum qilgan. Huquq-tartibot organlari uning ma'lumotlariga ko'ra, u shahardagi turar joy majmualaridan birida avtoturargohda otib ketilgan. Qotil rassomga yaqin masofadan bir necha marotaba o'q uzgan. Voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. Qotillikdan so'ng politsiya shahar ko'chalari va chiqish yo'llarini yopgan. Shuningdek, marhumning farzandlari bo'lishi mumkinligi sababli maktab va bolalar bog'chalarini qo'riqlashga olgan. Qotillikni 2 kishi sodir etgan bo'lishi mumkin. Gumondorlardan biri Belarus konsulligi yaqinida qo'lga olingan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u Belarus fuqarosi hisoblanadi. Qotillarni voqea joyiga Belarusdan bo'lgan taksi haydovchisi olib kelgan. Unga to'pponcha bilan tahdid qilingach, haydovchi qo'rqib ketgan va Belarus konsulligi hududiga qochishga uringan. Semyon Skripetskiy haqiqiy ismi Robert Kuzovkov. Rossiyaning Oltoy o'lkasida tug'ilgan bo'lib, siyosiy karikaturalar bilan tanilgan edi. U Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko, Ramzan Qodirov va Aleksey Navalniyning kinoyali portretlarini chizgan. Shuningdek, u Ukraina hukumatini ham tanqid qilgan va shu sababli Ukrainaning Mirotvorets bazasiga kiritilgan. Semyon Skripetskiy 2021-yildan buyon Polshada yashab kelayotgandi. Rassomning so'nggi aksiyalaridan biri 12-iyun kuni bo'lib o'tgan. Rossiya kuni munosabati bilan u Berlinga borib, Iosif Stalin va Vladimir Putin tasvirlangan ikona uslubidagi karikatura bilan piket o'tkazgan.
Bu yerda xo'jayin menman. Tramp G7 sammitiga kechikib bordi. 17-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp katta 7lik sammitining rivojlanish masalasiga bag'ishlangan sessiyalardan biriga kechikib yetib bordi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Xonaga kirar ekan Tramp hazil aralash bu yerda xo'jayin menman deb aytgan. Bu haqda AQSh moliya vaziri Scott Bessent prezident uchun ajratilgan joyini band qilib turgan. Tramp agar xohlasa unga majlisga qolishni taklif qilgan. Sammit ishtirokchilari AQSh prezidentining kutayotgan bir paytda u o'zining ijtimoiy tarmog'ida AQSh Milliy razvedkasi direktori nomzodining Senatda tasdiqlanishi atrofidagi vaziyatga bag'ishlangan post qoldirishga uringan. Ma'lumot uchun katta 7lik o'z tarkibiga AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va Yaponiyani birlashtiradi. Ushbu format 1975-yilda global iqtisodiy va siyosiy masalalarni muhokama qilish maydonchasi sifatida tashkil etilgan. 7 ta davlatdan tashqari birlashma ichida Yevropa ittifoqi ham ishtirok etadi. Rossiya ushbu guruhda 1997-yilda qo'shilgan. Shundan so'ng u katta 8lik deb atala boshlangan. 2014-yilda birlashma doirasida Rossiya bilan hamkorlik to'xtatilgan va format yana G7 ga qaytgan. Bu yil sammit Fransiyaning Evian-le-Bain shahrida 15-17-iyun kunlari bo'lib o'tmoqda. Tramp tadbirga u boshlangan birinchi kuniyoq uchib kelgan. Tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlaridan tashqari Fransiya prezidenti Emmanuel Macrondan Zelenskiy, shuningdek Misr, Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari ham taklifnoma olgan. Siyosatchilar uchrashuvining asosiy mavzularidan biri Ukraina masalasini hal qilish bo'yicha umumiy yondashuvni ishlab chiqish bo'lgan. Bir kun avval sammit doirasida Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zayed Al Nahyan bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Tramp xomashyo narxi pasaygani sababli AQSh tez orada Rossiya neftiga nisbatan sanksiyalardagi yengilliklarni bekor qilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Bundan tashqari sessiyalardan birida G7 davlatlari rahbarlari Ukrainaga qurol yetkazib berishni ko'paytirishga kelishib olgan. O'zbekistonliklarning kredit qarzdorligi rekord darajaga yetdi. Joriy yilning 1-may holatiga ko'ra O'zbekistonda aholi va tadbirkorlarning banklar oldidagi jami qarzi 629 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 63,5 trillion so'mga, ya'ni 11,2% ga ko'pdir. Bu haqda Markaziy bank tomonidan e'lon qilingan hisobotda keltirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda aholining banklardagi kreditlari 21,2% ga, 194 trillion so'mdan 238 trillion so'mgacha ko'paygan. Xususan 6 yil oldin aholining banklardan olgan kreditlari 43,8 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda u 5 baravardan ko'proq o'sgan. So'nggi 6 yildagi o'sish dinamikasini ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, kredit hajmi bo'yicha Toshkent shahri yetakchi bo'lib turibdi. Poytaxtda jami kreditlar qoldig'i 290 trillion so'mdan oshgan bo'lib, bu mamlakatdagi barcha kreditlarning 46,1% ga tengdir. Qayd etish joiz, o'zbekistonliklar eng ko'p mablag'ni ipoteka kreditlari uchun olgan, ya'ni 83,9 trillion so'm. Shuningdek, mikroqarzlar 50,1 trillion so'm, mikrokreditlar 44,3 trillion so'm va avtokreditlar 39,6 trillion so'm.